Hem beni tuntu ettiler. Beni çekelep içimdeki hamlemden düşürdüler. Yoş gelin edim, toza oyladık. 3 ay yaşadık biz özü. Gepte korkamız. Geplemesek yüreklerimiz ağrıydı. Şunca adam nahak oturuptu. Ne kaynım üyüne sığdım, ne enem bilen atam üyüne sığdım. Nişetişim gerek men. Atam özü orada yürüptü, nagiran ülkem var. Raislik qiluvchilar to'g'ri tushuntirdi. Muomalalarga gap yo'q. Mümkün emas, qo'lim olib turib ko'rsam shu narsani. Yo'q, mumkin emas. Kim ekan u? To'xtang. Muloqot qoidasi unday bo'lmaydi. Men sizni qo'lingizga berishga majburmanmi bu narsani? Yo'q, men o'qitishimiz kerak, o'qitishimiz. Men ochib ko'rsatib turibmanmi buni? Ha, ochib ko'rsat. Farzatlar yetim kalıp turuptu. Hiç kim oylamıyordu şu narsani. Balam bir günü dersem. Yo siz menga guvohnomangizni bering, qo'limga berib bilasizmi? Yo'q, bizda mumkin emas. Shuning uchun uzoqdan. Mendan ham mumkin emas, agentlik bu narsa. Men sizga o'chirib turing deb aytdim. O'chirmaydi deb aytdim sizga. Bizlar ham qonun haq huquqimizni bilamiz. Siz ham o'zingizkini biling. Assalomu alaykum hurmatli YouTube tomoshabinlari. Biz bugun 2025-yil 23-oktyabr kuni Xorazm viloyati Urganch shahrida bo'lib o'tadigan Xorazm viloyati jinoiy ishlar bo'yicha viloyat sudini oldidamiz. Ayblanuvchilarning sudi bo'lib o'tadi va mana hozir suddan oldin sudga yig'ilgan yaqinlarni ko'rishlaringiz mumkin. Sud jarayonini agar ruxsat oladigan bo'lsak yoritishga harakat qilamiz va suddan keyingi taassurotlar haqida bo'lishib o'tamiz. Sizlar bir o'zingiz so'radingizmi bu narsani? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kimdan so'rash kerak edi uni? Ha, ichida so'rash kerak. Yo'q, bu yerdan so'rash majbur emas. Bu ichkarida bo'ladi-ku xul so'rash. Qo'rqlanib turgan ob'ekt bundan buyon taraf qoq. Siz ichkaridasizlar. Yaxshi, endi so'radik. Azıq olaman. Yo'q, biroz so'rab beraman. Yo'q, endi so'rab. Mana telefon so'kib turaver. O'zingiz bilmaysizlar shuni. Endi so'rab berasizlar. Yo'q, bu yerda olaversinmi deb ruxsat Bu yerda hamisha syomka qilganmiz biz. Sizning dijurlik davringizdan ham, sizdan boshqa vaqtimdan ham. Hamisha. Bu bo'yicha cheklov yo'q. Qarang, to'g'ri savol qo'ydingiz. Birerdan so'radingizda, mana kameralashadi dedingizlar. Endi sizga so'rab turibman, ish yeri kameralash mumkinmi? Savol sizlar. Hozir biza birazdan rahbariyatdan so'raymiz, ruxsat. Demak, o'zingiz bilmaysizlar shuni? Yo'q, o'zingiz bilamiz, mumkin emas. Mumkin emas. Endi so'ranglar. Endi so'radinglarmi? Endi so'rang. Binoning O'chirib turinglar, ashula. Uni o'chiramiz. Mumkin emas, biz javob beramiz. Qaranglar, mumkin emas bo'lsa, javob beramiz. Endi siz so'radinglarmi? Javob berish, ma'muriyat javob berajaksan. Nishat bo'lsa, ma'muriy, qani ma'muriy nish edi? Siz bu narsani muhokama etish haqqingiz yo'q-ku o'zi aslında. Nechga javob berishimizga? Tushunmadim. Siz kim olasiz o'zi? Siz kim olasiz? O'zingizni o'zingiz ko'chadan gap. Men oddiy fuqaroman deylik. Yo'q, oddiy fuqaro bo'lsam, men Milliy gvardiya xodimiman. Men so'rashim haqqim bormi, yo'qmi? Men ishim misol uchun mening hududimga kelib turibsiz. Sizni hududingiz emas-ku bu? Mana berkitilgan ishini qo'riqlash endi to'g'riladi. Endi to'g'riladi. Men ishini qo'riqlash xizmat xodimiman. Shu yerga berkitilgan, shu yerdagi kirdi chizsini, shuni qilinish kerak bo'lgan nazoratni biz shu yerga berkitilgan xodimmiz. Navniga usting, guvohnomaga ustingmi? Shu yerni syomka qilishingiz bo'yicha ham tasdiqlangan. Mumkin emas, qo'lim olib turib ko'rsam shu narsani. Yo'q, mumkin emas. Kim ekan u? To'xtang. Muloqot qoidasi unday bo'lmaydi. Men sizni qo'lingizga berishga majburmanmi bu narsani? Yo'q, men o'qitishimiz kerak, o'qitishimiz. Men ochib ko'rsatib turibmanmi buni? Ha, ochib ko'rsatibsiz, mana bana. Yo siz menga guvohnomangizni bering, qo'limga berib bilasizmi? Yo'q, bizda mumkin emas. Shuning uchun uzoqdan. Mendan ham mumkin emas, agentlik bu narsa. Ina tartib bo'lsa ochib turibman, o'qib oling. Tartib bor, shuni aytib. Shuni ko'rsatish tartibi, shuni aytib 100%, shuni aytib, shuni tartib. Bo'ladigan gaplashali, o'qisangiz o'qing. Birazdan shuni sizlardan iltimos o'chirib turasizlar. Hozir birazdan ruxsat beramiz. O'chirib turibmiz, so'rab beraring bemalol. Ina men sizga guvohnomamga o'sib turibman. Ha, sizlar shunda bizga qonuniy gap qisqasi tortish. Yo'q, bo'ldi, gap berim o'qib bo'ldingizmi? Men sizlarning ishingizga to'sqinlik qiljaq emasman. To'sqinlik qilib turibsiz. Kim? Siz to'sqinlik qilib turibsiz hozir. Yo'q. Yo'q, aka, bu qonun bilan belgilangan bo'lsa qilib bilasiz. To'g'rimi? Biz siz borib turib, nechqorlar odasan deb turganimiz yo'q-ku. Sizmi bizning qo'yiladi? Bizlar shunda to'xtab turing. Siz ne deb bize bilan spor o'ynayapsiz, to'g'rimi? Yo'q, men qonuniyasiman deb. Spor emas, biz bilamiz buni qonunni. Qolavering, hech qanday to'sqinlik yo'q. Siz endi so'ramanglar. Qo'lingizni tushiring. Siz ham tushiring qo'lingizni. So'ramanglar, qarang. Nima uchun men tushuntirishni ham mumkin emasmi? Yo'q, muloqot qoidasi unday bo'lmaydi. Siz menga komanda bermaysiz, qo'lingizni tushuninglar.
Siz o'zingizning xizmat negingizni qilavering, siz bemalol. Esa siz ham xizmatingizni qiling. Cheklov o'zingiz qo'ymang. Bor qonuningiz bo'lsa ko'rsating. Shu yerda syomka qilish bo'yicha ruxsat kimdandir so'rashim kerak bo'lsa ko'rsating. Olavering. Rahmat sizga. Bu Xizmatingizni davom ettiring. Yangi O'zbekiston bo'lmay olavering, lekin birazdan so'rab. Navon olavering. Bir misol uchun Navon olavering. Navon olavering. Syomkangizni olavering. Ha bo'ldi, tushunarli. Ishingizni davom ettiraring. Lekin biza Bugun 2000 sizdan so'rashim majburiyatim yo'q. So'rashimiz kerak. Siz qo'riqlash xizmatimisiz? Qo'rqash xizmat shu yerga berkitilgan xodimman. Berkitilgansiz, Men to'g'rimi? 3 marta aytdim sizga. Men sizni ogohlantirib turibman. Men sizdan iltimos qilib turibman. So'rab bering. Yo'q, siz mendan iltimos qilmadingiz. Yo'q, men aytibman, yana aytibman. Syomka boshidan beri turibdi. Siz mendan iltimos Yo'q, qilmadingiz. endi aytibman-ku. Sen kimsan dedingiz girgan zamotim. Hop, sen kimsan? Kim bo'lasizlar? Kechirasiz, ishini o'zingizdan to'g'ri kameraga ko'tarib keltirib so'radi. Xo'p. No. Bu noqonuniymi? Ha? Bu faoliyat noqonuniymi hozir? Qonun doirasida ishlali. Bugun 2025-yil 23-oktyabr. Ko'chib turing deb turibman men sizga. Bu narsa misol uchun o'zingizning nangizga berkitilib kerak bo'lsa telefoningizga o'tirib olishingiz mumkin, lekin men sizga iltimos qilib turibman. Bu yopiq ma'lumotmi? Yo'q, bu yopiq emas, ochiq ma'lumot. Telefoningizga o'tirib olishingiz mumkin, lekin men sizga Jadval 2sud.uz. shuni ochiq ma'lumot bu narsa. Ochiq ma'lumot bozor. Men sizga aytib turibman, qo'rqinib tur obyektning. Siz meni yanıma kelishingiz urjaqdin bo'lib turibdi Men mana. hech bundan nega o'tmang siz bunday shantajga? Men urjagim. Shantaj emas, bu masofani saqlab gaplashing, diralib kelmang meni ustimga o'rnatib. O'rtamizda ne turibdi-ku? Ne turibdi? Ana tushundingiz endi, o'zingiz aytdingiz. O'rtamizda ne turibmi? Men ishonib o'tsam, siz meni to'xtating. Siz уже meni hududimdasiz aka. Men shundan buni uchun turibdi esa. Bu to'sqinlik degani bu sizni tekshirib, sizni o'sha kirayotgan vaqtingizda hep shubhali narsalarni aytish bo'yicha. Men sizga o'chirib turing deb aytdim. O'chirmaydi deb aytdim sizga. O'chirmaysizmi? Yaxshi, olavering. Siz tahdid qilmang operatorga nisbatan. Operatorga nisbatan tahdid qilmang. Bosim o'tkazishga harakat etmang. Tamam. Bizlar ham qonun haq huquqimizni bilamiz. Siz ham o'zingizkini biling. Olavering, bemalol. Ha. Yo'q, olavering. Bizga Ruxsat berdingizmi shunda? kimdan so'raymiz? Ah, kimdan so'raysiz? Ayting shuni, kimdan so'raysiz hozir? Shu yerda, shu zalda syomka qilishni kimdan so'raysiz? Biza bo'lmali xodim bo'ling. Siz sizga shunday vaziyat tushuntirib turibmiz. Shuni ishingizda. Yo'q deb siz o'zingizni provokatsiya etib shunday aytibsiz. Provokatsiya etish noqonuniymi? Yo'q. Mana qarang aka. Mening xizmat obyektimdan, to'g'rimi? Hava. Siz yana ne bo'lgandan keyin men sizga aka syomka olmang deb turibman. Men sizga iltimos qilib turibman. Siz bizning qonuniy talabimizga bo'ysunmaydirsiz. Siz qonun talab qo'ya olmaysiz. Qonunlar qo'yib turibsiz. Siz meni ijtimoiy tarmoqqa qo'yasizmi axir? Havo. Siz bizlardan so'rashingiz kerakmi? Yo'q. Hech bo'lmasa qo'y, mumkin ham so'ramaysizmi? Yo'q. Sizdan bizlar so'rashimizga siz bizlardan so'ramasligingiz Siz kerak. nima so'radingiz mendan? Ha? Siz mendan nima so'radingiz? Sizlar bizlar syomka olishingiz mumkinmi, mumkin emasligini. Yo'q, siz ish davringizda men siz syomka qilish haqqim bor. Men siz daxlsiz hududingizga girmadim. Uyingizga girmadim. Ishdan keyin men siz daxlsizligingizni buzmadim. Kirib o'tiribsiz. Bu sizning shaxsiy hududingiz emas. Bu xizmat obyekti. Sizlar hozir sizlar ishi misol uchun ko'rish kerak bo'lgan ish bo'yicha kim bo'lasizlar sizlar? Blogermi? Yo bo'lmasa ish. Men size hujjatimni ko'rsatdimmi? Yo'q, blogermisizlar shunda. Men size hujjat ko'rsatdimmi? Hujjatni ko'rsatdim. Hujjatda yozilgan. Hujjatingizdan qoniqmadim men. Siz hujjatingizni men o'qib bilmadim. Men sizga bo'ldimi, o'qib bo'ldingizmi, yapaveringmi deb Yo'q, aytdimmi? siz men bilan u masala. Xohlang men sizga yana ko'rsataman. Xohlang men sizga ko'rsataman. Bo'ldi ko'rsatdingiz, men uni tushundim men sen adab. Sen uchun yana kimsan deb tursiz? İşte blogermisan shu ishni yoritib. Men sizga ko'rsatdimmi? Yana blogermisan demang axir shunda. Yo'q, shu ishni yoritib berish uchun kelib turibsiz siz. Havo. Ha, shuni ayting. Siz Bloger emasman. Nima siz? Jurnalistman. Siz jurnalistmisiz? Havo. Ha, yaxshi. Siz jurnalist bo'ladigan bo'lsa, sizning shu jurnalistlik shu ishga qatnashuvchi negilingizni sudyadan biroz so'raymiz. Siz bu narsani tushunmaysiz. Iltimos sizdan bilmagan narsangiz haqida gaplamang. Siz tushunadigan so'raymiz-ku. Chog'ring esa. So'raymiz yaxshi. Chog'ring esa, biladi odam chog'ring esa. Hop. Qatnashishimiz bo'yicha hujjat bo'lmaydi bizda. Yo sudda bo'lmaydi bu narsa, sud bizdan taklif qilmaydi bu narsa bo'yicha. Tushunmadim. Olavering bemalol deman. Bizlar degan nima bo'lganini so'raymiz deman. Bilmasak o'rganib hozir bilib aytamiz sizga deb turibman. Bo'ldi. Sizlar bizlarning hech qanday qarshiligimiz bilan qo'shilmayapsizlar. Qarshilik degani shuni aytgan iltimosimizdan boshqamizdan jurnalistlar deb turibsiz. Jurnalist degan odam shunday aqllardan bo'ladi. Men aqlsizman demak. Yo'q. Men sizga tushuntirib turibman. Bir iltimosda bir neni tushunadigan odam bo'ladi u. Qanday iltimos edi? Siz menga iltimos etganingiz yo'q hech narsani. Men shunga turibman iltimos etdim. Iltimos so'rab bering shuni. Keyin bular ish bo'lgandan keyin videongizni qaytarib ko'rganingizni eshitasiz shuni. Eshitamiz, birga eshitamiz, internetda birga ko'ramiz. Bu narsa kesilmaydi, montaj qilinmaydi. Xalq qanday
bemalol qilaveringlar ishingizni. Esa to'sqinlik qilmang. Qonuniy ishlarni tamom masalan. Har kim o'zini qonuni bo'yicha ishlasin, bo'ldi. Siz meni tekshiradigan tashkilot emas, siz o'z aslida. Men uchun tekshirishim kerak sizni. Sizni tekshiradigan tashkilot bormi? Shuni aytib turibman-ku. Sizni tekshiradigan tashkilot bor, sizlarni tashkilot bor, sizlarni kontrol qiladigan tashkilot bor. Hech bo'lmasa rahbariyatingiz bordir axir. Yo'q. Ya mustaqil idora. Agentlikman men. Agentlikmi? Havo. Bo'ldi. O'g'lim biz tekshiradigan idora bor-ku o'zi. Bor. Bilasiz qolgan. Havo. Xo'p, bemalol netaveringlar turibman. Bizlarlik Qarshilik yo'qmi bizlar hozir? Yo'q, qarshilik yo'q. Lekin sizlar shuni birazdan ishini syomka qilajak bo'lsangiz, boshqa birazdan berib so'rab berish kerak. Shunda misol bizda davlat idora tashkiloti xodimimizmi bizlar? Mening shaxsiy uyim emas bu. Havo. Shu misol uchun davlat idorasining obyektini, mol-mulkini saqlash bo'yicha shunda Milliy gvardiya xodimimiz bizlar. Birazdan so'rab kelsak, ko'chani tushib kelamiz, buyani tushib kelamiz. Ko'cha tushibdingiz, hech kim bizga chiqib, nechun deb savol bermadik. Yebera kirib ketdik, bizlar so'rashimizga sizdan haqqingiz bormi yo'qmi deb men sizdan aytib turganim yo'q. Savol qo'yib turganim yo'q sizga, to'g'rimi? Birazdan aytib turman sizga. Tamam, so'rab Sizga yana aytaman, bu xatoni yana aytmasligingiz uchun aytaman. Shu shlagbomdan u tarafini javob berasiz. Yo'q. Bu tarafında her kim o'zini shaxsiy mulkidan foydalanish haqqi bor. Javob beraman. Nechun men davlat idorasi menga nima berib qo'ydi oila? Qarang, har kim shaxsiy mulkidan foydalanish haqqi bor bu yerda. Kimdir telefonda gaplashadi, kimdir internetda chiqadi, kimdir boshqa aytadi, kimdir prямой efir aytadi, kimdir chatlarda yozishadi. To'g'rimi? Ichkarida mumkin emas. Endi to'g'ri. Bu yerda mumkin. Sizning ham o'zingizning ishingiz yo'lingiz bo'yicha to'g'ri. Men ham o'zimning ishim yo'lim bo'yicha to'g'ri. Esa siz menga ko'rsating, iltimos sizdan jonim og'a, to'xtatali bu narsani ko'rsating. Men sizga aytib turibman. Men sizga og'a deb turibman. To'xtatali. Aralashmay turing. Siz men gapimni tugating. Menga hujjat ko'rsating, shunda mumkin emas degan men chiqib ketaman. O'chirib ham tashlayman videoni. Men sizdan kechirim ham so'rayman. Shunda mumkin emas degan narsani bersangiz. Siz ijtimoiy tarmoqlarda ishini nima deb tursiz-ku? Siz baribir birozni so'rashingiz kerak. Siz to'g'ri gap tursiz, to'g'ri qilib tursiz, so'rini aytib tursiz siz. To'g'ridan to'g'ri tashab tursiz hamma majni. Buni misol uchun hozir siz spornimi, nima boshqami, misol uchun siz ish bo'yicha kelgan bo'lsangiz, misol uchun bizlar birozni so'rashimiz kerak. Qaysi sudga ko'radigan bo'lsa, shuni deb sizning to'g'ri kelib, proses jarayonlanib, syomka qilishingiz uchun birozni idora tashkilotini Proses jarayoni boshlanmadi hali. Başlansa ham to'g'ri kirishlaringiz kerak maqsad. Yo'q, to'g'ri kiramiz. Biz o'zlarimiz kiramiz. Apparatlar bu yerda turadi. Mesela keyin so'raladi. Milliy xizmat qilib ish yuramiz bizlar. Rahmat. Sizga men bir narsa demayman. Mening aqlim sizga chiqishmaydigan bo'lsa, uzrli. Men aqlim chiqishidan idora rahbariyatidan so'rayman, ruxsat bersa, girasizlar, ruxsat bersa olasiz. So'rang dedik-ku. Mening ruxsatimsiz ijtimoiy tarmoqqa qo'ysangiz, baribir javobgarligi bor uning. Javobgarlik yo'q u narsa uchun. Yaxshi. Javobgarlik yo'q. Mana ikkingiz aytib bering. Siz hozir biza Yaxshimisiz? Aytib turgan gaplarni oldingiz. Zdaniyani ichida, lekin tartib qoida ichki ishlar bilan tasdiqlangan bor. Sud binolarida zdaniyasi ichida. Aytib turgan gaplarni. Yo'q, hozir to'liq eshitmadim navodalarni. Hozir chiqadim. Meni internet ijtimoiy tarmoqda ko'rinsam deb turibdilar-da. Biza hozir bu yerda Izzat Ozotovich qonunchilik hali endi kuchga kiradi, endi bo'lib turibdi masala. Izzat Ozotovich jamoat joylarida ham joyi bor. Ha. Izzat Ozotovichning hozir bo'ladigan sudi bo'yicha yaqinlar tomonidan bizlar sud prosesini yoritish bo'yicha nima tushgan, murojaat tushgan. Bundan eldan ham qilganmiz, yoritganmiz. Bu yerdan ham syomka bo'lgan, hech kim qarshilik etmagan. Hozir endi bugun chislo, jadval, ochiq ma'lumot. Yopib qo'ysa biz qarshimiz, go'stimiz u narsani. Ochiq ma'lumot dedikdan kelib shuni ko'rsak bo'lsak, to'xtasan kimsan, nozon deb qizish ketib qoldi. Yo'q, просто shunchaki boshida bir o'zingiz donishtirmoqsizdan bular shu ish bo'yicha. So'radilar? Yo'q, bular demanda fanlar bo'yicha donishtirsangiz, muammo yo'q. Bular ham o'zi nima deydi, kutilmaganda kelganingizda boshqacha. Tushunish bilan bo'lishi mumkin. Tushunmovchilik bo'ldi bo'lganda. Proses boshlansa, yordamchisi chiqib ogohlantiradi. Mahmud Boybek. Apellyatsiya instansiyasi. 15:00. Mahmudov Oybek aka. Yo'q, hozir yordamchisi chiqib aytadi, nima masala bo'lmasa. Hozir borib chiqamiz. Yaxshi, rahmat. Xo'p, biz suddan chiqdik. Sud 10 minut sud zalida o'tirgan bo'lsak, 9 ta sudlanuvchi ekan, aniqroq sifraga ega bo'ldik. 9 ta sudlanuvchi va ulardan 3 ta advokati hozirda sudda qatnasha olmaganligi sababli sud prosesi
keyingi haftani 2 kuni, ya'ni seshanba kuniga, adashmasam 28 oktyabr kuni bo'ladi. Shu kunga qoldirildi. Advokatlarga to'xtaladigan bo'lsak shu joyda, advokatlar hurmatli. 9 ta advokat hozir mana shu yerda jam bo'lishi kerak bo'lsa, shu 9 ta advokatdan 3 tasi kelmadi. Kechirasizlar-yu, bu gruppovoy ish. Shuncha advokat sizlarni mas'uliyatsizliklaringizni deb, kechirasizlar meni. Mas'uliyatsizliklaringizni deb boshqa advokatlar ham vaqtini mana shu yerda hozir behuda sarfladi. Agar sizlar ham bir yoqadan bosh chiqazib, boramizmi, boramiz, bormaymizmi, yo'q, bora olmaymiz deb oldinroqdan aytib qo'yganlaringizda, mana bu ariza bilan yoki iltimosnoma bilan keyingi kunlarga qoldirilishligi mumkin edi. Mana bu hozir kelayotgan shuncha yo'ldan kimdir 80 kilometr, kimdir 100 kilometr, kimdir 50 kilometr joydan yo'l bosib keldi. Buning uchun bir kun vaqti ketdi. Seli bir kun vaqti ketdi. Hamma ishini qo'ydi, tashadi, keldi. Kelgandan keyin mana bu yerda 3 ta bo'ladi degan soat 3:30 da boshlandi kirgizish. Kirgandan keyin mana bunaqa ahvol. Sudyalar, raislik qiluvchilar to'g'ri tushuntirdi. Muomalalarga gap yo'q. Yaxshi, advokatlaringiz bilan gaplashinglar, ular bilan shartnoma qilgansizlar, mahkamroq ushlab muomalani yaxshi qiladigan bo'lsalaringiz, ular kelishga harakat qilsin, ular bilan gaplashinglar, sizlar hal qilasizlar bu narsani, biz emas. Hozirgi darajadagi sudda majbur advokat qatnashishi deb tushuntirib aytib berib turibdilar. Ana endi bilmadim, keyingi safargi sudimizda 28, ya'ni ki oktyabr kuni bo'ladigan sudimizda advokatlar to'liq keladimi, yo'qmi, buni birgalikda guvohi bo'lamiz. Gapingiz bormi? Shu gaplab turgan gapingizga yana bir gap qo'shib o'tsangiz. Hozir bu yerda gruppovoy 13 odam edi общий. Aha. Точный sonini bilmayman, lekin hozir bu yerda 6 mi 7 o'tiradi. Ular gruppovoy ishda nechun 6-7 odam bilan общий o'qib berishi mumkin? 10 odam edilar, 9 keldi, birisi kelmadi. 9 ta odam sanadim men hozir. Adashmay sanagan bo'lsam 9 ta odam sanadim. Bitta odam kelmadi, ya'ni ki apellyatsiya yozmagan ekanlar. Uni siz aytdingiz, ha? Turib siz aytdingiz. Yo'q, bu gruppovoy ishda birisi bo'lmasa gruppovoy bo'lmaydi-ku. U nechun asranitet qo'yib biladi cheta? Bilmadim, bu savolingizga sudya raislik qiluvchi ham javob berdilar. Agar shu mavzuga aniq to'xtaladigan bo'lsak, sud hozir boshlangani yo'q. To'xtaladigan bo'lsak, lozim deb topsak to'xtalamiz deb aytdilar. Endi men bu bo'yicha to'g'risi javob bera olmayman. Bu savolni sudyalar oliy kengashi yoki oliy sudga savol tariqasida yo'llashingiz mumkin. Rahmat, shuni aytsangiz. Masalan, yana advokatlar kelmasa, ilk safar keyingi advokatlarga men turib yana qoldiriladi masalan. Shunaqa holat bo'lishi mumkin. Bugun kelganlarning ichida kelmay qolishlari mumkin. O'zaro nelar o'xshaydigan o'zlarining. Endi buni advokatlarni mahkamroq ushlash kerak-da mana shunaqa holatda. Masalan, hozir 4 advokat tutilgan bo'lsa, birisi kelmagan bo'lsa, ilk safar bu advokatlardan birisi yo'q bo'lsa, yana qoldirilib ketaveradi. Xalq prosta kelib ketib Shunaqa. Shuning uchun raislik qiluvchilar shu gapni aytdilar. Qarindoshlari yaxshiroq o'shaylar, shartnoma qilgansizlar, talab qilinglar advokatlardan, mas'uliyatli bo'lishini deb aytdilar. Hozir mana shu yerda shuncha odam, 20 tadan oshiq odam adashmasam, sarson bo'lganligini sababi faqatgina advokatlar deb bilaman men. Men desadim ko'p gaplar bor. Shuncha xalq sarson, sud yurib ado bo'ldik to'g'risi. Hozir ham sud qoldirildi. Ichimizda shu darajada gapimiz borki, qaysi birini gaplashib bilmaymiz. 1 yil bo'ldi. Gaplasak, gapdan qo'rqamiz. Gaplamasak yuraklarimiz og'riydi. Shuncha odam nohaq o'tiribdi. Farzandlar yetim qolib turibdi. Hech kim o'ylamaydi shu narsani. Nima desam, gali sud davomida inshaalloh yaxshi niyatlar bilan harakat etib turibmiz. Yaxshi natijalarga erishganmiz. Lekin sud davomida shu darajada aytadigan gaplarimiz ko'p, hozir to'g'risi ko'p, hamma narsani yetkazib tushuntirib bera olmayman. Davomida ko'p videolar davomida tushuntirib beraman sizlarga. Bichora masalan oilaning boshchisi farzandidan, boquvchisidan ayrildi. Ichlaridan bilan o'tib turganlarni o'zlari biladilar. Deydi, yosh kelin qolib ketdi. Bolam birgina desam men Bu bolalarning hammasi oila boshchisi. Bularning izinde endi xotin bola chaqalarini oilasini kim boqadi? Shuning uchun iltimos qilardim prezidentimizdan shu odillik ish ko'rishini sudyalarga. Buni nohaqdan nohaq olib qo'yaversalar,
Hiç kim agahlantirmay uylarimize doğru bastırıp barıp ballarımızı alıp kayttılar. Uylarimizi tüntuv kıldılar, uylarimizi veyron etip hemen narsani açıp saçıp taşadılar. Hatta ki uyat bosamaydan tuvaletimizi açıp karadılar. Şu doğru mayında hemmesi. Bulada ekkelip bunday gürpa oydap kamaşları, bulan o eypeyinde Xudanı danıgalları mı? Şunun için kanuni çara görüşlerini iltimas kıla dedik. Bunçalı ballar için bu ballardı kim bakadı indi? Norestelerdi. Bize atanelerdi kim bakadı? Karıza batıp gittik yine bir yıl oldu serson bize. Apellasyon sudiga kelgandik, sud qoldirildi. Bir yil bo'ldi, qanchadan qancha sud bo'lyapti. Hech qanaqa foydasi bo'lmay turibdi. 2 nafar farzandim bor mening. Har kuni so'raydi, dadam qachon keladi deb. Namoz o'qiydigan odamni qamayversalar, nechta million odam namoz o'qiydi. Namoz o'qidi deb qamayverish kerakmikan? Oilada yolg'iz boquvchim edi. Şöyle xo'jayinimni, ağamdan ikisine vakit gitganlar. Hozir mening hech nechki boquvchim yo'q. O'zim toza gelin edim. Osmondan tushganning 2024-yil 13 noyabr kuni dangda keldilar uydan. Hem meni tuntuv etdilar. Meni chegalab ichimdagi homilamni tushirdilar. Yosh gelin edim, toza oila edik. 3 oy yaşadık biz o'zi. Ulan bana hem meni tuntuv etdilar lan. Xo'jayinim, yursan ko'koy kelasan dedi. Aldı alıp ketdi, keyin gelgani yo'q. 15 sutka içinde baştan milisiye boysunmadı da bak gittiler. Hemmesinden nohaklık oturttum. Ben hemen nereden norazıman. Baştan milisiye boysunmadı da belki tipini çıkıyor. 15 sutken içinde bunu dini ekstremizm borcu mümkün. Ben işletken telefonla içinde hiç nerse yok adı onun. Lekin hemen nersen yazı koydular. Dini ekstremizm yana bir narsalar hemen nerse var. Niçin nohaklık boluşu gerek? Niçin 2 ailenin bakıcısı geçişi gerek? Beni kim bakadı indi? Karı 80'ine girgen mamam bakamam beni. Ağam boradı, ağamam kamadılar. Hemmesi gitti. Bunları ne hakkı var ailesi bilen, başkası bilen korkuzup, mecburlap, nerselere kol koyduruşlar ne hakkı var? Bize nere varamız yine? Bir yıl oldu, bir yıldan beri sersonma. Ne kaynanam üyüne sığdım, ne enem bilen atam üyüne sığdım. Nişet işim gerek men. Atam özü orada yürüptü, nagira ülkem var. Bir nagira ülkemle invalid puluna yaşap oturtmaz. Ağam 2 aylık balası var, onun karşısı başkası gerek buladı. Nişet bir şeyimiz. 2 ailenin yan bakıcısı yok. Nahakta minnet taşaş mümkün emese dağır. Hiç niçik etki iş yok adı. Ne köp köçede yürüyen avnille köp. Alkaşla köp. Indi açıkçasını aytmayın aşınille köp. Leki olar eğlenmediler. O digine adamlara. Nüçün çeket tukmete taşap tıkıber yaptılar. 7 yıl asam mı? 6 yıl asam mı? 8 yıl. Her yıl verilgen. Nişet çıtaş mümkün. Ayıbı bolsam zəlal yo'q edi. Men nere barama indi? Bulan nere baradı? Bulan yaş balları var. Ağamның balası var, başkasının balası var. Bular köçede yürüttü. Buların bakıcısı yok. 9 ailenin bir bakıcısını algalla. 9 aile aşına har yürüyorem. Yaxşı işletsin ula, yaxşı zuvan yazsın dep bez adamla. Bez adamla üçün nüçü ula kamalıp gitişi gerek. Hemen nerseden norazıman. İndi bir ümidim iş sottan. Xudo xolasa oqlan chiqqayla alı köp gaplar var. Köp gaplar keyin aytamiz alı. Sud davomida aytib boramiz, ko'p gaplanadi. Mening balama mine şula xatarı alıp gittiler. Uylanmagan edi balama. Atası kesel. Mening özüngmen belinde girişası bu atasının. Bağrında kesellik var. İkimiz kalıp gittik uyda. Şimdi bize nişet netemiz bakıcımız bir de yatıptı yine. Bize kim karıydı karıları. Ahır şuna bir karasala bola dedi. Şunca sutla yine bir hiç yere gitmey dedi balam. Volganın mallara karab malla bile çuvalaşıp yürüy dedi. Uyra bir yere gitip hem işlebem yürügeni yok dedi. Uyda yürüy dedi emmi aktı. Telefondan hem hiç nerseler çıkmadı. Uyuya tintu ettiler. Hiç nerse çıkmadı uyun içinden. Volgan atası bilen benim telefonumu alıp gittiler. Özününkini alıp gitti bana bize ikimiskini hiç nerse tovunumu kaytarıp verdiler. Özünün pasportlarım, telefonlarım yok hiç kaysını kaytarıp vermediler. Bize indirişet işlememiz gerek. Eyüpsiz şöyle yatavereme bula, kamalıp gidevereme.
Ben bir narsani tushuntirib o'tib ketganim prosta bizani xalqimiz yuqorida turgan tashkilotdagilar, yuqori mansabdagilar tushunishini xohlayman. Bizani jamiyatimizga, bizani yurtimizga bizlar ham kerak emas vatan xoinlari. Bizani ham farzandlarimiz yashaydi. Bitta jon nechik, ming jon nechik. Ming dona jonimizni, yaqinlarimizni bir inson uchun biza ya uni tarafini olish xohlaymiz. Bizning ham farzandlarimiz bor. Bizlere şart emas, prosta tushunsinlar. Beaybligini bilamizki, shu darajada jon kuydirib turibmiz, shu darajada kurashib turibmiz. Bizlar ham yosh bola emasmiz, masalan ko'rib turibmiz, katta ayollar, shu ayollar ota-onalar biladi-ku farzandini noto'g'ri yo'lga ketib yotirmi, yo'qmi? Mamlakatda, yurtimizda, qishloqimizda masalan uchastkovoylarimiz bor, nazoratchilar bor, kelib aytaradi-ku, hatto noto'g'ri yo'nalishga ketib o'tirgan bo'lsa, yo'q sen bunday qilib o'tirsan, yo'q sen yo'lda o'tirsan deb qo'shnilar hatto. Lekin hech qachon hech kim uning demagan-ku, hamma yaxshi bola, yaxshi inson deb kelgan shu vaqtgacha birdan kelib aytdilar, hamish terrorist, hamish 244 ko'katlar, undan narsa bo'lmaydi-ku. Yana bizada aldadilar. O'zlari bilan o'zlari sud qilib 15 sutkaga qamadilar. 15 sutkadan keyin biza bolalarimizni olib ketamiz deb borsak, yomg'ir quyib yotdi. Noyabrning necha 28 noyabr edi. 24 ding.